Nemishqa mangu cho'kmaydigan deb nom berilgan Titanik nomli paraxod tunji qitimliq safarida mustaqil so'qilib hamda qisqa vaqtda Atlantik okeanga cho'kib, mingdan ortiq odamning o'lib ketishiga sabab bo'lib qoladi. Undaqda bu zodi paraxoddagi xizmatchilarning bexastaligidan kelib chiqqan voqeami yoki paraxod o'zida aslida masala bormi? Ayni vaqtdagi dunyodagi eng chong va eng hashamatli paraxod bo'lish sifati bilan Titanik nomli paraxodning uzunligi 269 metr, eg'irligi 4,5 tonnadan oshadi. Ichiga 16 dona kayota bo'linmasi hamda shu davrdagi eng ulg'or avtomatik suvning kirib ketishidan qo'g'din ishki qatorliq asboblar o'rinlashtirilgan. Uningdan boshqa butun paraxodning muqimligi va bexatarlik uchun paraxod yasash shirkati paraxod gavdasini 2000 dan ortiq 3 sm qalinlikdagi gangban bilan tutashtirgan. Hamda uning texnik mustahkam bo'lishi uchun 30 mingdan ortiq temir mix ishlatgan. Ammo dal mushu mixlar keyingi mezgilda uning bexatarligiga og'ir darajada ta'sir yetkazgan. 1912-yili 4-oyning 14-kuni Titanik nomli paraxod 2000 dan ortiq yo'lovchini elib tunji qitimliq safarga atlangan. Ammo odamni afsuslantirdigini dal 4 kundan keyingi kechda bu hashamatli paraxod mustaqil so'qilgan. Hamda tez suratda dengizga cho'kib ketgan. Voqea yuz bergandan keyin nurg'un kishilar paraxodning loyihalanishida masala bor degan. Ammo paraxod yasovchilar ayni chog'da paraxodning har xil og'ir so'qilishga bardoshlik berish sinovlaridan o'tganligini, hatto tuyuqsiz ahvol yuz bersimi 16 kayota bo'linmasiga suv to'liq to'shgandan keyin ondan paraxodning cho'kishga boshlaydiganligini amaliy misollar bilan isbotlab bergan. Undaqda shunchalik bexatar bu paraxod nima uchun kichkina laylimuz sababidan nihoyat tez cho'kib ketadi? Amaliyotda bu tuvandagi nuqtalar sababidan bo'lgan. Titanik nomli paraxodning ayni chog'dagi surati intayin tez bo'lib, surati 43 km/soat ketgan. Ayni chog'da paraxoddagi xizmatchilar qorong'u dengizda bu xil suratda mengib, mustaqni ko'rgandan keyin uningdan o'zini qochirish vaqti 1 minutga yetmagan. Ayni chog'da garchi udul so'qilishdan saqlanib qolgan bo'lsa-mu, lekin paraxodning yon tarafi mustaqil qattiq so'qilgan. Qattiq so'qilish va temperaturaning sovuq bo'lishi sababidan paraxoddagi mixlar o'rnidan ajrab paraxoddan to'shib ketib qo'ygan. Hamda 4 kayota bo'linmasi tez suratda suv bilan to'shib ketgan. Ammo eng g'alati yeri paraxodda 16 kayota bo'linmasi turuqliq nima uchun 2 soatga yetmagan vaqtda paraxod butunlay cho'kib ketadi degan masala tadqiqotchilarni qattiq o'ylantirib qo'ygan. 1985-yili 9-oyga kelganda Fransiya va Amerika tadqiqotchilari 3600 metr cho'nqurlikdan Titanik nomli paraxodni topgandan keyin bu savolga oxir javob topgan. Ayni chog'dagi eng hashamatli yo'lovchilar paraxod bo'lganligi uchun Titanik nomli paraxodga nihoyat cho'ng bo'lgan ko'ngilchi zali va oshxona yasalgan. Bu o'rin dal kayota bo'linmasining ustiga o'rinlashtirilgan. Ammo ko'ngilchi zali va oshxonani paraxodning boshdan oxirigacha o'rinlashtirmaganligi uchun oldi tarafdagi kayota bo'linmasining usti quruq qolgan. Shu sababdan paraxod so'qilgandan keyin oldi taraf asta-asta cho'kishga boshlagan. Oshxona va ko'ngilchi zali bor bo'lgan kayni taraf og'ir bo'lganligi uchun paraxod o'ttirdan sunib ketgan. Hamda oz vaqtda cho'kib ketib og'ir oqibat chiqargan. Agar paraxod o'ttirdan sunib ketmay 16 kayota bo'linmasi to'liq ishlagan bo'lsa, paraxod necha kun dengizda laylab tura olishi mumkin edi. Bu chog'da bunda fojialik voqeaga kelib chiqmagan bo'ladi. Eng oxirida Titanik nomli paraxodning cho'kib ketish voqeasida 700 necha odam hayot qoldi. Qolgan 1100 odamning hammasi cho'nqur dengizga g'arq bo'lib ketdi. Buning ichida ayni chog'dagi dunyodagi eng cho'ng boymo bor edi.